Lekin YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan TLS Legend kanali. Bugungi videoda sizlar bilan TLS 26 da aniq bu safargisi olib qo'yishi kerak bo'ladigan futbolchilar haqida gaplashamiz. Hamda TLSga kelgan yaqinda mana bunday ko'tarilib ketgan narxlar sababini ko'rib chiqamiz. Hamda mana bu ssenariyni yutishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, birinchi bo'lib darajasi tushib ketadigan futbolchilardan boshlaymiz. De Bruyne bo'ladi. Bizda yaxshi kuchaymagan bu futbolchi, unaqa faqat fitness berilgan, deyarli texnikaga tushmagan bu futbolchiga hozirda 84 reytingga ega, yanada pastlab ketishi mumkin. Hozir Napoliga o'tib ketgan bu futbolchi Citydan. Keyingi futbolchi xo'sh, bizda Messi. Har yilgidek katta yangilanish kelgandan so'ng Messi va Ronaldoning darajalari pasayib ketadi. Messining ham tushadi. Bizda yaxshi kuchaygan Messi bo'ladi. Keyingi futbolchimiz bu Antonio Rudiger bo'ladi. Darajasi tushib ketadi, aniq. Chunki Rudiger hozirda o'tgan mavsum ozgina o'ynadi va bu mavsumda deyarli hali o'yinga tushgani yo'q. 94 lik reytingi eng prime'ini olib qo'ygan biz. Keyingi o'yinchimiz bu Vinicius Junior. Hozir 85 reytingga yaxshi o'yinlar ko'rsata olmayapti. Unaqa Xavi Alonsoga jahlini ko'rsatyapti. Shuning uchun Vini 84 bo'lib qolishi mumkin. Olib qo'yishlar kerak. Keyingi futbolchimiz bu Ruben Dias bo'ladi. Ruben Dias darajasi prime olib qo'yilgan bizda. Yaxshi kuchaymay qolgan, texnikaga ko'p ketib qolgan. Ruben Diasning esa hozir darajasi 82 ga yana tushib pastlashi mumkin. Keyingi futbolchi bu bizda Militao bo'ladi. Militao darajasi tushmay 81 bo'lib qolgan, bir daraja qo'shilishi mumkin. Bizda keyingi futbolchi bu Luka Modric bo'ladi. Luka Modric hozir 83 lik prime emas, prime 94 bo'lgan, 83 ligi bor bizda. Texnika, fitness 50 berilgan, yaxshi kuchaygan. Buni ham olib qo'yishlar mumkin. 81 hozir 80largacha tushib yoki ko'k bo'lib ketishi ham mumkin. Keyingi futbolchi bu har doimgidek Cristiano Ronaldo bo'ladi. Bizda zo'r kuchaygan Cristiano Ronaldo 400 qilishimiz mumkin, ammo u daraga ko'proq qiziqqanman, to'g'ri, ko'proq u daraga tushsin deb berganman. Ronaldo 82 hozir, 83 emas, 82 full qilsanglar 92 full bo'ladi. Shuning uchun endi bizda keyingi futbolchi Edersonlar yo'qolib ketadi. Aroxo tushib ketishi mumkin. Aroxo 81 deyarli unaqa o'yin olmayapti, ko'p tushmayapti ham maydonga, shuning uchun bo'ladi. Bizda keyingi futbolchi Kim Min-jae bo'ladi. Ko'k bo'lib ketish ehtimoli juda katta bu futbolchida. 80 reytingga tushib ketdi. Yaxshiligida darajasi yaxshi bo'lganda olib qo'yilgan. Keyingi futbolchi Gundogan yo'qoladi. Shuni ham Isco tushishi mumkin, olib qo'yinglar. Hozir unaqa o'yinlar qo'shmayapti. Angel Di Maria shuni ham yo'qoladi. Jota olib qo'yishlar maslahat beraman, afsuski oramizda yo'q. Son 50 yo'qolishi, olib qo'yaverish kerak. Hummels faoliyatini tugatdi, buni olib qo'yish kerak. Casemiro tushib ketyapti, olib qo'yish kerak. Hozir 77 full qilishlar 87 bo'ladi. Asensio yo'qolib ketadi. Lewandowski prime'ini olib qo'yish kerak. 85 lik reytingida, chunki hozir ko'p drama va uncha o'yinlar qovushmayotganligi uchun tushib ketishi mumkin 84 ga yana. Lautaro hozir deyarli unaqa zo'r o'ynamayapti, shuning uchun 84 lik yaxshi kartasini olib qo'yish kerak. Werner yo'qoladi, Leipzigga o'tib ketdi. Bu futbolchi o'yinlar ham unaqa zo'r emas. Griezmann pasaygan, o'zi pasayishi mumkin yana. Jarohatlardan so'ng Atleticoda uncha o'ynamayapti.
va James Rodriguez chiqishi qiyin bo'lgan futbolchilardan biri. Dallasda hozir bor 74 reytingmi bilmadim, 83 bo'lsa, 73 reytingi bor adashmasam. Va keyingi futbolchi bizda Alba yo'qolmay tushib keta, olib qo'yish kerak. Sanchez Sevilla'da o'ynayapti. Lekin baribir olib qo'yish kerak, darajasi tushib ketishi mumkin. Robertson ham xuddi shular, darajasi tushib ketishi mumkin. Kuchaytirmasanglar ham olib qo'yishinglarni maslahat beraman. Walker bizada tushib ketib bo'ldi, sariq kartadan ushbu futbolchi. Ancha tushib ketdi, 78 bo'lib ketdi. Inigo Martinez yo'qoladi, olib qo'yish kerak. Jorginho yo'qoladi, Eldor ham yo'qoladi, afsuski. Kechagina Dallasda katta yangilanish emas, u kichik yangilashdan so'ng futbolchilarning narxlari ko'tarilib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Inigo Martinezni men 1.690.000 ga sotib oldim. Quflab qo'ygandim. Va mana pul ish ham 1.995.000 yoki 97.000 atrofi turgan edi. Salkam 122.000 qo'shilgan. O'rtatishingiz mumkin. Qimmatlashib ketyapti o'yinchilar. Konate 1.850.000 turganda rovna 100.000 so'm qo'shilgan. Yaxshi emas, lekin bu Dallasda tushunib bo'lmaydigan xatolar qilyapti-da. Ko'k futbolchilarni daraja mana bunday tangasiga teginmagan menimcha. Lekin mana bu sariq kartalarga tegingan. Bularni bilmadim. Qani ko'raylikchi. Arzonroq futbolchi chiqsa agar ko'rib olamiz narxini. 40.000 so'mga darvozabon chiqmoqda. Menimcha oddiy futbolchilarning darajasiga tegilmagan shekilli. 30 olmasa. Bu yerda ham o'zgarmagan. Endi esa ssenariyni o'ynab olamiz. Mana bu yerga trudno yozib qo'yibdi. Demak qiyin, ammo priz yaxshi, hisob ham juda qiyin holatda. Timboli ikkinchi taym ekan. Bizda bundaqa bonuslar bor, ob-havo normal, tunda ekan, va yutish kerak. Hozircha besplatno 4 marta imkoniyatimiz bor. Va uni almashtirib olish imkoniyatimiz ham bor ekan. Demak, ketdik. Sporting klubi. Ko'rishmama yo'q, qanotga qo'ysa yaxshiroq ekan. Darvozabon. Mana bu darvozabonni eslasizlar kerak. Mana bu darvozabon. Urugvay O'zbekiston o'yinida darvozaga ushbu futbolchi tushganda aynan hozir familiyasi ham Franco ekan. Xuddi o'zi darvozadan tushganda Urugvayga qarshi o'yinda. Gyökeres yaxshi statistikasi ekan, olib pul qilavish mumkin ekan. Raqib ham noqulay. Napoli Nuno Santos pas. Xo'sh. Sezadi, ssenariylar juda qiyin bo'lib ketgan. Scott Anguissa Gyökeres.
Yutolmaymiz shekilli. Juda qiyin lekin. Deyarli oyog'imizga to'p tegmayapti. Pedro Kovalveslar xato qilyapti. Bu endi yutolmaymiz. Hozir reklama ko'rib olaman va reklama ko'rib bo'lgach esa davom etamiz. Va bizda keyingi ssenariyo chiqib oldi. Bu ham qiyin ekan lekin mana trudno. Prize ham katta, yutish kerak West Ham ekan. Wolverhampton qiyin bo'lmasa kerak bizga. Lekin vaqt kam ekan, 2 gol urish kerak. Qani ketdik. Kudus hamda Bowen adashmasam 1 gol urish kerak. Biri esa assist, demak Kudusga gol urish kerak. Ilojimiz yo'q. Hozir biz faqat yutishga qaratilgan. Fliggerni tushiramiz, Antonioni tushiramiz. Antonio yo'qolib ketadi, olib qo'yishga maslahat beraman. Darajasi baland emas unaqa. Masala hech narsa deya olmaydi. Ana futbolchi ham yo'qolib ketadi. Olib qo'yish kerak. Paketa darajasi juda pasayib ketibdi. Shu Mandalis o'ynashda paketda sariq karta bo'lganda boshlagan edim. Olmasdim paketani, lekin biz ketdik. Mana bu yerda mana bu himoyachini tushirib olsak. Antonio Fliger yaxshi hozir. Zarba yo'llandi, gol. Hisob tenglashmoqda. Nikolas Fliger. Legrok. Qanaqasiga shu dilsizda mayda follar ko'p-ey. Antonioga pas berildi. Antonio o'tdi lekin o'zi yorib kiryapti. Zarba yo'lladi, ammo noaniq ekan. Bu ssenariyoni ham yutolmasligimiz mumkin, ammo mana bu darvoza pasini o'zimizniki qilishimiz mumkin. Pas. Nahotki hozir jarima bo'lmasa. Bowen bor axir. Bu ssenariyoni ham yutolmayapmiz. Ariola, Bowen va tugamoqda. Hujumga o'tay deganingda tugab qolaverar ekanda. 10,000 so'm. O'ynaymiz biz. Yutish kerak. Boyagidek gol. Wan-Bissaka oyoq tegidagi meshni to'pni ham o'tkazib yuraveradi bular. Kudus ber to'g'ri pas. 1 metrga
To'rtpas berib bo'lmaydi. Hey, Munitsi bor ekan, hali Kunya. Yaxshiyamki baxtimizga gol ura olmadi. Mateus Kunya. Flyuger o'zi hal qiladimi deyman-da. Ha. Zudlik bilan Kudusni qanotga hujumga qo'yishimiz kerak, chunki u bilan gol urishimiz mumkin. Vaqt bor hali. Gomez. Van Bissaka bor, Bowen. Saka. Doyle, Antonio, demak hozir hujumga o'tamiz deganda tugaydi vaqt. Bissaka yaxshi. Bissaka. Kilman. Kudus ber Antonioga. Sariq. Bu ham kasal bo'ldi. Nihoyat yutib oldik lekin. Ikki yarim soatdan so'ng ushbu trofey noyabr ochirar ekan. Messiya o'ynash kerak. 17 kun qolibdi. Dallas 26 ga o'tishimizga. Va shu bilan videomiz tugadi. Hammaga xayr, sog', salomat bo'linglar.